Evet. Qo'shimcha bilan. Assalomu alaykum hurmatli bugungi oldimizda yuridik tashkilotlar uchun matbuotlar qisqacha ma'lumotlar keyin hududlarga birinchisi super tariximiz hisoblanadi. Bu yangi tashkil etilgan korxonalar uchun qo'llaniladi. Tarixdan yozilgan foydalanish muddati 4 oygacha belgilangan. 4 oygacha shu mijoz qancha deydi 2 million so'mgacha qisqa hisobga olinmaydi. Mana bilamiz, tashkilotlar protsessi deyiladi, boshqa xarajatlar bo'ladi. O'sha summalar o'rnatilgan ham 1% 60%dan 40%gacha chegara bo'ladi. Birinchi tariximiz loyiha tarifi, ham milliy bank sxemasida agar siz fikirchilardan tashkilot milliy bankda bo'lsa, sizni so'roqamizda milliy bankda bo'lsa, milliy bankda ko'chirish deyiladi bankda. Bank xizmatlarimiz bepul. Agarda siz boshqa bank mijozi, ya'ni milliy bank emas, programmani bo'lish mumkin. Tomsklardan bo'lish boshqa bankga ko'chirmoqchi bo'lsangiz, unda 0% bank xizmati bo'ladi. Bu tariximizda o'qilishimiz ikkita usulda bor. 180 kunligimiz bor, 400 kunligimiz bor. 400 kunlik tariximizda 150 ming so'm, 180 kunlik tariximizda 670 ming so'm. 670 ming so'm bo'lgandan keyin mijoz qo'yish 180 kun davomida debit oborotlari nol bo'ladi. Keyingi tariximiz pro tariximiz bor, ultra tariximiz bor. Eng mijoz ovozi Oqsaroy degan tariximiz bu. Oqsaroy tariximiz muddati milliy bankda ham boshqa banklarda ko'chirish hisoblanadi. Bundan keyin kartalarga tashlash bo'limida 3%, protsess shartlardan tashqari xarajatlarimiz, boshqa xarajatlar. Yani bularga fraudning stimul jonlariga 70% mahsulotlar. Qurilish stimullangan boshqa xarajatlar. 8 stimullar bor. Yuridik tashkilotlar biladi. Dividendlar to'g'risidagi stimullar. Ularga o'rganib 1%gacha bank xizmatlari o'rnatadi. Ularning ulashi Oqsaroy tariximiz 180 ming so'm, 1 million so'm, 3 kunlik 250 ming so'm. Bundan tashqari shu yilda yana ikkita tariximiz qo'shildi. Pro International bilan Ultra International degan tarixlarimiz qo'shildi. Bularda ko'proq bularni yuridik tashkilotlar chet davlatlar bilan dollarda oldi-berdi qiladi, eksport import qiladi. Mana shu tariximizda juda qulay hisoblanadi. Sababi $10,000 eksport importidan bank xizmatlari olinmaydi. O'rganidan $12,000 $5,000 oshmaydi. Ultralarimizda $20,000 oldi berdilar, eksport import shartnomalar uchun bank xizmatlari olinmaydi. Bundan oshayotganda dollar foizlari olinmaydi. Qisqacha yuridik bo'yicha shu. Agar sizga savollar bo'lsa, tarixchilar shug'ullanadigan kimlarga fikr bo'lsa, kechsalar yana boshqa sizlarga maslahatlashib ma'lumot beriladi. Masalan,